Davom etamiz. Bugun tibbiyot sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Xususan, Demet tizimi orqali shifokor qabuliga navbat olish, bemor ma'lumotlarini elektron yuritish va tibbiy xizmatlarni tezkor tashkil etish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Aholiga tezkor, qulay va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yanada kengaytirilishda nafaqat malakali kadrlar, moddiy texnik baza, balki bugungi ilg'or texnologiyalardan samarali foydalanish ham o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Ayniqsa bugun davolash va profilaktika muassasalariga kelayotgan fuqarolarni soatlab navbatlarda turishi yoki xastaligi bo'yicha ko'ruvga kelgan bemorni shifokorga to'g'ri yo'naltirilishda Demet ilovasining afzalliklari sezilarli. Pop tumanining Sang qishlog'ida yashovchi Lutfiya aya ham o'z davrida bunday texnologiyalar bo'lmaganligi uchun qurilmalarga tushunmasida nabiralari yordamida shifokor ko'rigiga navbat olgach keladi. Bu biz kabi nuroniylar uchun ayni muddao ekan. Issiq kunlarda o'zimizga qulay vaqtda kelaveramiz, deydi onaxon. 70 ga kiryapman. 38 yosh. 20 yildan shaqa surunkali yurak yetishmovlik qon kasalligi bilan davolanaman. Mana shu yoriq poliklinikaga kelamiz. Kerak bo'lib qolsa nevaramga shunaqa menga ochrit olib ber deyman, ochritni olib beradi. Soat 9 yo 8:30ga boring desa kelaman. Hammalari chiroyli qilib kutib olishadi. Bu jarayonlar ortiqcha ovoragarchilik, qog'ozbozlik navbatlarini oldini oladi, balki aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishda sifatni ortishiga ham xizmat qiladi. Bu birgina viloyatning olis hududi bo'lgan Pop tumanida joylashgan Sang qishlog'idagi oilaviy poliklinikada ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Muassasada bemorlarni qabul qilishdan tortib, ularning elektron tibbiy kartasini yuritish, tashxis qo'yish, davolash jarayoni va elektron retsept berishgacha bo'lgan barcha jarayonlar raqamli tizim asosida amalga oshiriladi. Pop tumanida ham bu tizimning afzalliklarini har bir oilaviy shifoxonalardagi qamrovlarda ko'rish mumkin. Pop tuman tibbiyot birlashmasida 24 ta shifokorlik punktlarimiz tashkil qilingan. Ular ichida bitta ko'p tarmoqli markaziy shifoxona poliklinikamiz faoliyat yuritadi. 100% ular elektron Demet tizimiga ulangan. Bir kunda Pop tuman tibbiyot birlashmasiga murojaatlar soni 10 mingga yaqin bo'lib, barchasi Demet tizimi orqali tahlil qilinadi va kerakli yordamlar ko'rsatiladi. Ambulator yordam kerak bo'lgan shifokor bemorlarga ambulator yordam beriladi. Statsionar ko'rinishda bo'lsa, statsionar ko'rinishda bemor yotqizib davolaniladi. Shifokorlar zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlangan bo'lib, bemorning avvalgi murojaatlari, tahlil natijalari va davolash tarixi elektron baza orqali qisqa vaqt ichida ko'rib chiqilmoqda. Bu esa aniq tashxis qo'yish, samarali davolashga xizmat qiladi. Umida Qo'shoqova, Zamon informatsion dasturi uchun Namangandan.